Obunachilar jentralarni ko'rsatib o'tamiz. Akamiz o'zi ma'lumotlarni berib o'tadi. Aka, bu yili nechi? Assalomu alaykum. Aka 23, 14,5 yurgan, 14,5 minut beramiz toza xudo xolasa. Bitta do'stlar ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Balon holatlarimiz, ichidan ko'rinish holatlari. Mashinamiz avtomat, ichlari pokiza. Orqadan ko'rinish holatlari. Keyingisini yili nechi do'stim? Keyingisiniga aka 23, 21 ming yurgan navrotlari bor bu. Kiraskalari top-toza. Xudo xolasa toza. Aytib o'tavering navrotlarni. Nima optiralar qo'yilgan? Navrotda chexol qo'yilgan aka. Keyin 909 mejigari bor aka. Bo'ldi shu hozircha shu. Buni naqd puli borga necha pulga beramiz? Aka 15 ming 300 dan yo'lini qilib beramiz. Ozmoz yo'lini qilib beramiz. Bo'ldi do'stlar. Do'stlar, telefon nomerlarini oxirida aytamiz. Buni yonida yana yili nechi? Aka buni navrotlari bundan sal kuchliroq. 23, 21 ming yurgan bu. 4 ta yumshoq baloni bor. Chexol poli taqilgan Malibu bor, Malibu Roll original. 909 mejigari ham bor aka. Do'stlar, mashinaning ichi o'ta pokiza holatda ekan. Eshigiga e'tibor beramiz aka, eshigiga nima qilingan mana. Voydo, eshiklar ham cho'tki ligirovka qilingan. Michelin balonlari ham bor. Narxini aytib qo'ying buni. 15 ming 400 ga beramiz aka buni. 15.400 ha? O't beramiz, xudo xolasa. Buni yili nechi? Buni yili 23 aka. Qirq bir ming yurgan aka buni. Navrotlari 23 41 ming yurgan ekan. Monitorlari ichi qo'yilgan. Bundan ko'rinish holatlar. Rejingi top hammasini bitadi. Telefon nomerlaringizni aytib qo'ying. 90 258 15 16 90 256 0404. Barteriga ham kelishaverasizlar? Barter variant qilamiz. Bankdan boshqa любой narsani qilamiz. Variant ham chiqaveradi. Variant ham chiqadi. Nechi pul bilan eng kami? 3 ming bilan. Eng kam 3 ming bilan variantga ham chiqaveradi. 5 oygacha qilib beramiz variant. Xo'p, biz hozir xullas obunachilar 3-4 ta mashinasini oldik. Akamizdan mashina ko'p, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz Gentra 2020-yil. Probeglari 117 ming. Navrotlar qilingan. Malibu rullar qo'yilgan ekan. Mashinalar cho'tki holatda. Kraskalar tozami aka buni? Orqa kapotda petnosi bor. Orqa kapotda petnosi bor ekan, nomer tagida. Balonlari ham yangi balonlar qo'yilgan. Aka, naqd puli borlarga necha pulga beramiz aka buni? 11 mingga beraveramiz. 11.300 kami bor deb 11 mingga beramiz. Bo'ldi aka. Telefon nomerlaringizni aytib berasiz? 783 55 56. Ona qo'ying. Buni yili necha aka? 23 13 ming yurgan, kraskalar toza, bezan. Navbatdagi mashinamiz 23. 800 dan beramiz. 48 ot beramiz. Ham pulga navrotlar qilingan. Uzr. Buni necha pulga beramiz siz aka? 14,5 mingga beramiz. Nomerlaringizni boshqatdan aytib berasiz aka? 93lik 783 55 56. Hurmatli obunachilar, navbatdagi Nexia'miz 2009-yil ishlab chiqarilgan. Motorlari zo'r, hadovoylari yaxshi, yurish turishi. Motorlari cho'tki holatda ekan. Aka, probegi qancha buni? Probegi to'rish qancha hamidi? 376 ming ekan. Probegi 376 ming ekan azizlar. Aka, buni qayerda kraskasi bor? Kraskasi bor. Bir 20-30% bor kraskasi. 20-30% kraskalari bor ekan. Aka, buni naqd puli borga necha pulga beraveramiz? Naqd puli borga 3,5 dan cho't beramiz. 3,5 dan cho't. Ha, o't beramiz 3,5 ozgina. Telefon nomerlaringizni aytib berasiz aka? 97lik
97'lik 583 583 77 72. 77 72. Obunachi navbatdagi mashinamiz Nexia Pro 6 2015-2016 yil. Probeglari qancha ekan aka buni? 229 ming yurgan. 229 ming yurgan ekan. Aka buni kraskalari qanaqa? Bitta Kirillosi bir qarashli petnosi bor. Qolgan joyi toza. Bu naqd puli borgan pulga beramiz aka. 5300 dan tushib beramiz. 5300 dollar kami bor. Aka nomerlaringizni aytib qo'yasiz? Bu ham 95lik 030 41 17. Hurmatli obunachilar, akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Arzon narxlarda qilib beradi. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz X2 2015-yil. Probeglari qancha ekan aka buni? 540 ming yurgan. 540 ming. Aka kraskalari qanaqa buni? 20% kraskasi. 20% kraskasi bor ekan. Aka buni naqd pul borgan pulga beramiz. Buni 4200 dan jinday tushib beramiz. 2200 kami bor. Ha, Nomerlaringizni aytib qo'yasiz? 95lik 030 41 17. Hurmatli obunachilar, akamizga aloqaga chiqib olasizlar, arzon narxlarda qilib beradi. Obunachilar, navbatdagi mashinamiz Nexia 2014-yil ishlab chiqarilgan. Probeglari qancha bo'ldi aka? 800 mingdan o'tib qoldi. 800 mingdan o'tib qoldi. Mashinani nima aybi bor aka? Mashinani aybi shu gaz ketadi, gaz ishlatadi, gaz rasxod qiladi, gaz quyib yurish kerak. Gaz olmasa yurmaydi. Aka buni kraskalari qanaqa? Kraskasi 30-40% bor. Kraskalar 30-40% bor. Aka buni naqd puli borgan pulga bera olamiz. Naqd puli borga 37 ga berib, 36 ga berib beramiz. 36 ga bera olamiz. Aka telefon nomerlaringizni aytib qo'yasiz? 2014-yil yurishtirishi zo'r, hadavoylari zo'r. Telefon nomerimiz 33lik 112 74 74. Hurmatli obunachilar, akamizga aloqaga chiqaverasizlar, o'zi arzon narxlarda qilib beradi. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz Nexia 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Chexol polilar qo'yilgan qilingan ekan. Buni aka chexol polik to'ro eshik shunga poligacha shunga qilingan, usulitr kolonkasigacha qo'yilgan. Gap yo'q aka. Keyin bu mashinamiz egasida shot spravka. Kim olsa ikkinchi qo'l bo'ladi. Bu ichini holatini bir ko'rsatib berasiz. Konditsioner ish yo'q aka. yo'q, ochilmagan motor. Konditsioner gidravlika 1.6 motor. Juda tiniq holat. Temir yangi gaz ballonlari ham qo'yilgan. Zapaskasi tushmagan hali. Kraskalar qanaqa aka? Toza. Kraskalar toza ekan. Yangi Nexia so'raganlarga akalar. Aka buni narxini necha pulga beramiz? Narxi 6300 dan ozroq tushib beramiz aka. Buni 56 ga berganimiz yo'q biz buga. Ustiga chiqsa keyin gaplashib ko'ramiz aka. Telefon nomerlaringizni 95lik 075 3038. 38. Hurmatli obunachilar, akamizga aloqaga chiqaverasizlar, o'zi arzon narxlarda qilib beradi, xudo xohlasa. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz Nexia yili 2014 ga 15. Aka probegiga qancha bo'ldi buni? Probegi aka 125 ming. 125 ming probeglari bo'ldi. 6,5 mingdan tushib beramiz. Aka buni 14 kraskalari qanaqa? toza aka. Kraskasi toza. Toza. Motorda hech qanaqa ish yo'q. Yo'q, motor hadovoy korobka juda zo'r aka. Zo'r holat. Juda zo'r holatda aka. Aka nomerlaringizni aytib 95lik 95 075 075 30 38. 38. Naqd pul borgan pulga bera olamiz. Kelishamiz aka. Bo'lishini Kelishamiz. Buni aka 57 ga berilgan yo'q, bugungi bozor. Ustiga chiqsa gaplashamiz. Xo'p aka. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar, o'zi arzon narxlarda qilib beradi.